بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثالث الدرس الثالث والعشرون 23 ders. Arkadaşlar biz bugün dersini başlaştan ilgili dersimizdeki mühim noktalık grammatikalarını bir yığınçaqlab alaylı. Yani bugünkü dersimizde asaslıqı 4 noktalık gramatika var. Birincisi bugün öğrenmekçi olan bab dilimiz if'alla yef'allu babı bilen if'alla yef'allu babı. Yani bu iki babını bıraklam əgəb qoyuşı, şu birisi bir əlifnin ziyadı boğundan başqa cəhətdə asasən oxşaş. Hem türünüş əhvalı mandaq çıxıdı. İf'alla madi, yef'allu mudari, if'ilalun masdar, muf'allun ism fa'il, muf'allun ism maf'ul, lem yef'alla fi'l cəhət, la yef'allu fi'l nafi, if'alla emir hadir, yani ikinci şəxs buyruq bil, liyef'alla emr gayib, yani üçüncü şəxs buyruq bil, la tef'alla nahi hadir. Andikin if'alla yef'allunun türülünüşü, pil çıqırılış şəkli mi bayatdan qolan oxşaş çıxıdı. Bularning asosliq ma'ni jihatda if'alla babi rang va ayib nuqsonlarni ifodalaydi. Masalan, i'vajja egilib ketdi, maymoq olib ketdi, to'kir olib ketdi degandek, andan ihmarra qizdirib ketdi degandek bir xil rang ayibni ifodalaydi. If'alla babi bo'lsa asosliq rangni ifodalab keladi. Mana bu if'alla va if'alla babi munosabatlik mazmunlar. Andan bularning turmush ahvolini bayatdan turlab bergandek o'zinglar rat qayta bir necha qatim turlab mashq qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi nuqta muhim grammatik nuqta. Biz bugün dil pillerining ichidagi ra'a pilni o'rganamiz. Endi ra'a pil hammaga ma'lumliq sal ko'proq ishlatiladigan pil, ammo o'quvchilarimizning ko'pinchisi bu ra'aninki ma'ni ishlatish jihatdagi ma'nolarini farqlantira olmaydi. Endi ra'a asli ma'nosi dil pili bo'lib bu. Bir narsaga bo'lgan ko'z qarashni ifodalaydi. Men bir ma'nosini bunda qarayman. Ko'zdan qarash emas, men palonini yaxshi odam deb qarayman. Sizni eski odam deb qarayman degandagi qalb bilan qarash. Mana bu ra'aning asli qalbiyya, dilpillik ma'nosidagi ma'no. Endi bu vaqtda arab tushunish to'g'ri kelib qolsa, alima ma'nosi bilan qalbimizda bunda bir odamni mundaq deb bilish, mundaq deb qarash degan ma'nosi bilan tushunsak bo'ladi. Dilpillar bo'lgan vaqtda hozirgi biz shu qalb bilan qarash, unda ko'z bilan emas, qalb bilan bir narsaga qarash degan ma'no aytgan vaqtimizdagi buning belgisi ra'aga ikki maf'ul ketadi. Bu ikki maf'ul asr ra'aning keyinga kelishini ilgili mubtada xabar. Biz avval mubtada xabardan birini tuzib olaylik. Anta talibun. Siz o'quvchi desak, mujnoga ra'a degan pilni akamakchi bo'lsak, araka taliban. Men sizni o'quvchi deb qarayman. yoki ra'aytuka taliban. Men sizni o'quvchi deb qaragandim desak, ka birinchi maf'ul, taliban ikkinchi maf'ul. Ammo bu ikkisi asli nima edi? Mubtada xabar edi. Arahu fasiqan, men uni fasiq deb qarayman. Aw arahu aliman, uni bir olim deb qarayman. Buni bularning hammasi ra'aninki dil pillarlik ma'nosining alomati. Ya'ni cho'qim ra'adinkin ishga to'ldiruvchi kelsa, bu ra'a dil pillar bo'lib, ko'z bilan ko'rgan emas, qalb bilan ko'rgan bo'ladi. Ammo ko'z bilan ko'rgan ma'noda ishlatilgan vaqtda bo'lsa, ko'z bilan ko'rgan vaqtda ishlatilgan vaqtda ra'adinkin bir maf'ul bo'ladi, bir to'ldiruvchi. Vaqtda qalb bilan emas, buni ko'zimiz bilan ko'rgan. Buni ra'al basariyya, ko'z bilan ko'rish ra'asi deymiz. Masalan, ra'aytul mudarrisay o'qituvchini ko'rdingmi? yoki ra'aytuhu yawmal juma, uni juma kuni ko'rgandim degan ma'no ko'z bilan ko'rganga ishlatiladi. Mishada o'quvchilar ikki xil ra'aninki ikki xil ma'nosini, birisi qalb bilan ko'rish, ko'z bilan ko'rishni iborat ikki xil ma'nosini aniq farqlantirib olishni umid qilaman. Qalb bilan ko'rgan vaqtda ikki maf'ul ketadi, ko'z bilan ko'rgan vaqtda bir maf'ul ketadi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik. Ikkinchi muhim nuqta degan darsdagi asa. Yani biz burun bir necha rat dedik burunqi darslarda. Asa bu af'alul muqaraba. Ya'ni shariatni umidiy asosda kallamizda mushtaq bo'lsin degan umid qilgan asosiy shariatning yiqilishib qolganligini ifodalaydi. Undan keyin mushu kallamizda umid qilgan asosda shariatning yiqilishib qolganligini faqat arda yuz beradiganligini ifodalash uchun uyg'urcha qanday ifodalaymiz desa, bunda bo'lishi mumkin. Mesela masodni qilsam, menga manchi pul foyda chiqishi mumkin degandek bir xil umidiy ahvol. U balkim ertalatdan kap qilishi mumkin degandek boshqalarning kelishini umid qilgan asosdagi mumkin, qilishi mumkin, oz qoldi, bo'lishi mumkin degandek tarjima qilsak bo'ladi. Bu asaning ma'ni jihatdagi alayligini asa tarajji ishfaqni ifodalaymiz deydi arabcha.
Ya'ni umid orzuni yoki boshqalarga ko'ngil bilishni. Masalan, Qur'oni Karimda chiqqan bu asallahu ayatuba alayhim. Alloh ularga tavba berishi mumkinligini, Allohdan ularga tavba berishini umid qilamiz degandek. Asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum. Sizlar bir ishni yomon ko'rsizlar, u sizlarga yaxshi bo'lib qilishi mumkin. Yo'da sizlarning o'zingizlarga yaxshi ishni birini yomon ko'rib qilishinglardan bir xil ko'ngil bilib shuningga unda qolmasliginglarni umid qilgan gap. Ya'ni unda yomon ko'rib qilishinglarga nisbatan sizlarga ko'ngil bilib unda qolmanglar demoqchi. Bu asaning yuqorida aytilgan asaning ma'nosiga munosabatlik mazmunlar. Endi asa rol jihatda koniga o'xshash amal qiladi. Ya'ni ismisini tashkil qiladi. Endi xabarini zavar qiladi desak, xabarini mahalla zavar qiladi deymiz, ammo xabari fil mudari, anilan billi kelgan fil mudari olib keladi. Masalan, yuqoridagi misollarning hammasida asallahu ayyatuba alayhim desak, Alloh degan lafzul jalala asaning ismi bo'lsa ayyatuba alayhim uning xabari. Asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum da an takrahu amma jumla uning alaqsal o'zgargan shakli, ammo eng o'lchamli shakli bayatangidek asallahu an ayyatuba alayhim deki Alloh uning ismisi ayyatuba nimasi uning xabari hisoblanadi. Endi bayatdan bir og'iz gapni qildim. Asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum da an takrahuni buning alaqi xabar demidim yoki ismisini chiqarmasdan bu yerdan o'zgargan shaklda o'tib ketdim shundami? Ya'ni bu asaninki af'alul muqaraba, ya'ni ism xabar qiladigan ikki xil holat emas, balki tam bo'lgan holda. Tam bo'lganligini o'zininki nima bilan marfu'i bilan qo'yiladigan holat. Ya'ni asa ba'zida tam bo'ladi. Tam degani bayatgandek ism xabari hojatsiz, faqat keyindan bir dona payli hisobda marfu'dan bir islam bo'ladi. Vaqtda xabarga muhtoj emas. Masalan, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu dik an takrahu hammasi qo'shilib asaning marfu'i bo'ladi. Un asa mushu marfu'idan boshqa bilakka muhtoj emas. Asa ayyahdiyani robbi. Parvardigorim hidoyat qilishi mumkin. Shayda ayyahdiyani robbi hammasi qo'shilib asaning nimasi bo'ladi? Payli bo'ladi xolos. Burada ismi va faili va deganda gap so'zni qilmasak bo'ladi. Uni tushunib olaylar. Asa odatda normal vaqtda ism ketadi, xabar ketadi, asaga xabar cho'qim fil mudori anlan kelish kerak. Ammo ba'zida asa tomi bo'lib, tomi degan odatdagi normal filga o'xshash fil bo'lib, faillan kasi bo'ladi. Endi bu fail fil mudori anlan billi kelgan fail bo'slan bo'lmasa, asa ayyahdiyani robbi desa, ayyahdiyani robbi hammasi qo'shilib, an keyin kelgan fil masdar muavval bo'ladi-ku, masdar asaning nimasi bo'ladi? Faili bo'ladi. Bu asa tomining ahvoli. Endi bundaq bir ahvollar bor. Muhammad asa ayyajtahid. Muhammad tirishishi mumkin. Al-mudarris asa ayuraji'a ad-dars as-sabiq. O'qituvchi balki ilgirki darsni murojaat, ya'ni muzokara qilib turish mumkin deganga o'xshash jumlalarda ism asaning oldida kelib qolgan bo'ldi. Asaning oldida kelib qolgan bo'ldi. Endi mushurungu tarkibni qanday qo'yamiz desa, oldida kelgan ism mubtada bo'ladi. Asa ayuraji'a ad-dars as-sabiq asa bilan keyinidagi masdar muavval hammasi qo'shilib mubtadaning xabari bo'ladi. Andikin ayyuraji'adagi an bilan fil qo'shilib masdar bo'lib nima bo'ladi? Asaninki fa'ili bo'ladi. Asa fil fa'il. Asa o'zi fil, andikin fa'ili qo'shilib ilgiriki al-mudarris deganning nimasi bo'ladi? Xabar bo'lib ketadi. Mana tushunsak bo'ladi, ha. Endi bugungi darsimizdagi 4-chi muhim nuqta masdarining ma'si. Endi arab tilida masdarlikni ifodalaydigan 3 xil harf bor. Birisi an, yana birisi anna, yana birisi ma. Endi bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lganimiz shu ma masdariya deymiz. Odatda ma o'zidan keyin kelgan fillarning hammani masdariga o'zgaradi. Masalan, Qur'oni Karimda fazuqul adaba bima kuntum takfurun, bima kuntum takfurun deki kuntum takfurunni masdariga o'zgartib bikawnikum kafirin yoki bikawnikum takfurun degandek kuntumni masdariga o'zgartib aytdi. Ba'dama intahat salat desa, intaha degan pilni nimaga o'zgartib, masdarga o'zgartib, ba'da intihai salat deb tarjima qilamiz. Undan boshqa wadaqat alayhimul ardu bima rahubat. Bima rahubatdagi maga rahubat degan pilni nimaga o'zgartib, masdarga o'zgartib, bi ruhbiha, ya'ni zamin kangri turib deb ma pilni masdarga o'zgartib. Mush nuqtaga diqqat qilsak, tarjimada xatolashmaymiz, ha. 5-chi nuqta
Amma. Amma mujmal jumlalarni tafsiliy bayon qilishni ifodalaydi. Mujmal jumlalarni tafsiliy bayon qilish. Masalan, o'quvchi ba'zi aqlliq bo'ladi, ba'zisi aqlsizdan duturak bo'ladi. Ammo aqlliqlari yaxshi natijalarga erishadi. Aqlsizlari natijaga erishamaydigandek jumla tuzsak, masalan, at-talib imma mujtahid va imma kaslan. O'quvchi yo tirishchan bo'ladi yoki nim bo'ladi, hurun bo'ladi. Bu yerdagi imma emas, amma al-mujtahid fayanjahu fil imtihan. Amma tirishchanlari imtihonda natija qozonadi. Va amma al-kaslan fayarsubu fil imtihan. İmtihanda ütenmeydi. Yani hurulları imtihanda qolib qoladi. Degan mush jumlamizga qarasak, amma al-mujtahidki amma keslandiki amma buni tafsiliy bayon qilish uchun keldi. Buning grammatik jihatdagi misha diqqat qilgan nuqta amma kelgan jumlaningki keyingi bo'ligiga fa kiradi. Ammal mujtahid fayanjah. Ammal kaslan fayarsub degandagi fa. Ash faga diqqat qilsak, qolgan tarafida biz qiynalmaymiz. Bu tarafı tushunishib bo'lgan bo'lsa, biz darasning dialog kelayli. Avval mazlak o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'yay. Iftahi an-nafiza ya Ali. Innaha la tanfatih. Faqad i'wajja midlajuha. Ala yumkin taqwimu wijajihi? Hawalna wa lam natamakkan min dhalik. وجهك محمر يا أحمد كأنك غضبان. نعم لقد أغضبني جعفر بسخريته مني. قم وتوضع يا جعفر. قم وتوضع يا جعفر. ألم تسمع قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكن خيرا منهن بلى أستغفر الله وأتوب إليه. خذ دفترك يا أيوب. يسلم له الدفتر. أراك ضعيفا في النحو يجب عليك أن تجتهد إن شاء الله. اقرأ الآية يا حامد بعد الاستعاذة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اقرأ الحديث يا أيوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. يدخل المراقب في مكتبي ساعة وجدت أمس في المصلى بعدما انتهت صلاة الظهر فمن فقدت ساعته فليتصل بي بعدما ينتهي الدرس. افتح النافذة يا علي. علي بريزة جبت. إنها لا تنفتح. وتريزة اتلمايدكن. فقد عوج مزلاجها. ونم تتقسي إيقلب كتبتو. مزلاج يعني ilmek. Yani bu yerdeki i'vajja if'alla babından çıkana mayma qolib ketdi, igilib ketdi. Yani mizlajuha ishqninki tutqisi yani esladigan tarafi. Ala yumkinu taqwimu i'vajaji? Uning maymaqini rutlash mumkin bo'lmamdi ekan? Hawalna i'vajaj if'alla babından chiqqan if'ilal masdara. Hawalna wa lam natamakkan min zalik. Tirishib baqdiq, biroq qilolmadik. Natamakkan min deganga uni qodirlanmadik, qilolmadik degan gap, ha? Wajhuka muhmarrun ya Ahmad. Yuzing qizirib ketdi Ahmad. Ka'annaka g'adban. Ochiqin kelgandeklar, ka'annaka g'adban, ya'ni ochiqlangandek tursa, lekin muhmarrun muf'allun o'lchimida ismi fa'il qizirib ketibdi. Asosliqi bayatninqi i'vajjamu shu ayib mayma qolib ketdi, igib ketdi degandek ma'noda. Muhmarrun qizirib ketdi, rangni ifodalaydi, va Naam, shundoq. Laqad aghdabani Ja'far bi sukhriyatihi minni. Ja'far meni zanglik qilib, ochiqimni keltirib qo'ydi. A'jabani g'azablantirdi, ochiqimni keltirdi. Bi sukhriyatihi minni, u meni zanglik qilish orqali, ha? Qum va tawadda, turib taratag'in. Ya Ja'far, alam tasma' qawluhu ta'ala fi suratul Hujurat? Sen Alloh taolaning surah Hujuratdagi so'zni anglamaganmiding? يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكن خيرا منهن
ey mu'minlar, bir qavmni masxara qilmasin. Balkim masxara qilinuvchilar, masxara qiluvchilardan yaxshi bo'lishi mumkin. Ayollarni masxara qilmasin. Balkim masxara qilingan ayollar, masxara qiluvchi ayollardan yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Bu o'rinda asa ayyakunu khayran minhum. Ya'ni ayyakunu khayran minhum asaning nimasi bo'ladi? Foyli bo'ladi. Ayyakuna khayran minhunnamu asaning nimasi bo'ladi? Foyli bo'ladi. Ya'ni an va keyingi kelgan fe'l masdar muavval qo'shilib asaning foyli bo'ladi. Bala astagfirulloh va atubu ilayk. Bal anlagan Allohdan mag'firat talab qilaman va tavba qilaman. Xuz daftaraka ya Ayyub, daftaringni al. Yusallimu lahu daftar, o'qituvchiga daftarni topshirib beradi. Araka da'ifan fi an-nahwi, yajibu alayka an tajtahid. Seni nahvida ojiz deb qarayman. Sen tirishishing kerak. Yajibu alayka an tajtahid. Yani tirishishing kerak. Ammo o'rindagi araka bu ko'z bilan ko'rish emas, dil pillari o'g'achqa kap birinchi maf'ul, da'ifan ikkinchi maf'ul. Inshaalloh. اقرأ الآية يا حامد آيات نوقو بعد الاستعاذة أعوذ بالله دبوغان دينكين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. O günüste bir neçe yüzler aqırıp gidiyor, bir neçe yüzler qaradaydı. Tabyaddu ibyadda yabyaddudan chiqqan tabyaddu, taswaddu iswadda yaswaddudan if'alla yaf'allu babidan chiqqan taswaddu. Yani var kelsa rangni ifodalaydi va fa ammallazina aswaddat wujuhuhum fa amma bayatni so'zlagan tafsiliy bayon qilish, tafsiliy bayon qilish ifodasi uchun kelgan harf. Bundan keyin kelgan javob jumlasiga fakir degan tuqu fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Yani sizlar amma yüzü qardab ketgan kishilar bo'lsa, ularga mundaq deyiladi. Akafartum ba'da imanikum, sizlar iymon etib bo'lgandan keyin kofir bo'ldinglarmi? Unda bo'lgandan keyin fazuqul azabi ma kuntum takfurun. Sizlar kofir bo'lganlik sababidan azobni tatolmish o'rinda ammaninki javobi fayuqalu lahum, ularga mundaq deyiladi deb bir jumla tashlanib ketgan. Ularga fayuqalu. Ondan keyin bu yerda yana bir nuqtaliq grammatika ma kuntum takfurun ki kuntumni masdarga o'zgartirib bikawnikum kafirin, sizlarningki kofir bo'lganlik sababidan deb tushunsak bo'ladi. Va ammallazina biyadat wujuhum fi rahmatillah. Amma yuzlari oqirib ketgan kishilar bo'lsa, ular Allohning rahmatida bo'lmaydi. Amma ning javobi bo'lgan fi rahmatillahga fakirdi. Bu tafsiliy bayon qilish uchun keldi. Hum fiha khalidun. Ular Allohning rahmati bo'lgan jannatda mangu qoladi dedi. Iqro il hadisa ya Ayyub, hadisni o'qu. An Anas bin Malik radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu naha an bay' ath-thamarati hatta yabdu salahuha wa an an-nakhla hatta yazhuwa. Qila ma yazhuwa? Qala yahmaru aw yasfaru. Anas bin Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mevaninki pishqanligi oshkor bo'lganga qadar mevani setishdan to'sdi va xurmini pishqanga qadar setish to'sdi. Yazhuva asli pishish, chichaklash degan ma'noda. Dilde ma yazhuva nima pishidi degani pishqinni qanday bilgil bo'ladi? Qala yahmaru aw yasfaru. Ya'ni sizlar setishga layoqatlik bo'ladigan pishish darajasi uning qizg'ag'ini yoki sag'ag'ini. Bu if'alla yaf'allu babida. Bu yerda rangni ifodalayapti. Muraqib ya'ni nazoratchi kiryapti. Fi maktabi sa'atun. Mening ishxonamda bir soat bor. Wujudat amsi fil musalla ba'da man tahat solat zuhri. Tunugun peshin namoz tugagandan keyin namoz o'qiydigan o'rinda tepilgan bir soat bor. Ya'ni wujudatning oxirgi jumlaning hammasi soatning sifati. Qay tarjima qilsak, mening ishxonamda tunugun peshin namozi oyoqlashgandan keyin namoz o'qiydigan o'rinda tepilgan bir soat bor. Ya'ni ma intahat solati zuhridagi ma masdar bo'lib ba'da intihai solati zuhri degan shaklda tarjima qilamiz. Intahat ne ma intiha degan masdarga tarjima o'zgartirib o'tadi. Faman fuqidat sa'atuhu, kimning soati yetib ketgan bo'lsa, falyattasil bi ba'da ma yantahi dars. Dars tugagandan keyin men bilan aloqalashsin. Bu yerda o'xshashlar ma yantahi degan fe'lni masdarga o'zgartirdi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.